suv ham toza suv, ichmaysigan yana. Mana nefritni birinchisiga keldik. Tarvuzimizni bitta yaxlatib olaylik endi. Tarvuz bunday oqib ketib qolmasin. Oqib ketayotgan endi tosh qilib qo'y. Nefrit kulchasi bor. Hozir suv kamaygan vaqt ekan. Suv ko'payganda juda katta bo'lar ekan bu. Kanallar ham bor ekan. Mana bu yerda mana ehtiyot bo'ling. Bo'ri, ayiq, ilon, yovvoyi cho'chqa, tulki, burgut. Yosh bolalarga ehtiyot bo'lish kerak ayniqsa. Chegarachilar bilan gaplashdik. Hay, o'sha tomonlarda chegarachilar yurar ekan piyoda qo'riqlab. Shumalarmi? Qozog'istonning chegarasimi undan yog'i?